Rais buva shu desa, shunday katta qishloqda menga chiqmayapti-da. Mana menda rais buva baxtim ochildi. Qizim, ha shunday odobli, chiroyli qizga nimaga eri uchramayapti? Sovchi kelishga kelyapti, shu mahrda eshitib aynib qolyapti-da. Mahrga nima so'rovdingiz? O'zi ko'p narsa so'raganim yo'q. Shu yigit 18 yoshdan o'tmagan bo'lsa, 2 xonali shaxsiy kvartirasi bo'lsa, uchinchisi geligi bo'lsa deganim. Menga qarang Sharafatxon, siz aqlingiz bormi? Dadangiz 58 ga kirib, hali otangiz qurib bergan uyga bir dona g'ish qo'ymadilar. Siz 18 yosh boladan kvartira talab qilyapsizmi? Dadangiz o'zi gelik tugul, velikni o'zini puliga olganmi? Mayli, uni qo'yavering rais buva, menda asosiy masala boshqa umuman. O'zimni yuksak fikrlarimni, tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlarga joylamoqchiman. Shunga nima deysiz? Men bugun yo ertaga arizamni yozaman. Undan keyin qayerga qo'ysangiz qo'yaverasiz. Hozir rais buva quvonganlarni patologga sapchiydilar. Rais buva, yangilik bor. Nima deysanlar? Biz raqqoslikni tashladik. Motivatsiyani boshladik. Biz endi oddiy motivator bo'lamiz. Как раз rais buvamga motivatsiya kerak edi. Tur, harakat qil, ishla. Shunda Xudoyim senga ham beradi. Rais buva, menda ham zo'ri bor. Nimaga kerak? Voy, rais buva.